بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وجعلنا من أمة الإسلام ووهب لنا ذريات أمانة في أعناقنا وأمرنا أن نحسن تربيتهم ونصلحهم ليكونوا سببا لجريان الأجر والثواب لنا بعد وفاتنا والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمنا حسن الخلق وأحسن تربية للشباب وهديه لنا نورا وطريقا إلى الرشاد أما بعد الله تعالى çeksiz maqtovlar bolsun. Al zat bizlerge iman nimetin berdi. Bizni Müslüman kılıp jarattı. Jana biz bul dünyadan ötkenden keyin de sol turubuz ulanıp turuş üçün perzent, urpaktardı nasip kılıp, alardı salih kılıp tarbiyalığını bizge buyurdu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, ahli beytine, jana bardık sahabalarına salavat, salamdar bolsun. Al zat bizge adab, ahlak, tarbiya, jana tuğra joldu juruunu en körküm ulgusunu kaltırdı. Al zattın sünnetleri biz jana jaşlarыбыз üçün de en bekem kalkan bolup sanalat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nas vel hijarah aleyha melaiketun gilazun şidadun la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'aluna ma yu'marun. O iman keltirgen pendeler, özüңөрдү жана үй булуңөрдү тозоктон коргоп калгыла. Анын отундору адамдардан жана таштардан үстүндө болсо Аллах буйрган ишке эч качан каршы чыкпаган, буйрулган нерсени дароо аткара турган орой жана күчтүү периштелер турат. Бу аят har bir ota-onaga katta mas'uliyatni yuklaydi. Farzand tarbiyasi nafaqat dunyoviy vazifa, balki oxiratda ham javob beradigan katta mas'uliyat. Hurmatli ota-onalar, farzandlar bizga berilgan katta omonat. Ularni faqat dunyo uchun emas, balki abadiy oxirat saodat uchun tarbiya berish har bir ota-onaning vazifasi. Avvalo o'zimiz va farzandlarimiz Alloh taologa xolis ibodat qilishda, namozni ado etishda bardavom bo'lishimiz kerak. Chunki namoz dinning ustuni. Allohga shirk qilmay xolis ibodat qilishimiz sizu bizning ustimizdagi Alloh taoloning haqqi. Alloh taolo aytadi: "Innas solata tanha anil fahsha'i val munkar." Shuningda namoz buzuq jana jamonlik ishlardan qaytaradi. Namoz agar xolis Alloh uchun o'qilsa va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganday qilib o'qilsa va davomiy o'qiladigan bo'lsa, yomon gunohlardan qaytarib turadi inshaalloh. Alloh taolo aytadi: "Va amur ahlaka bis-solati wastabir alayha." Ey payg'ambar alayhissalom, ahli oilangizni namozga buyuring va namozni ado etishda sabrli bo'ling. Ota-onaning farzandlari oldidagi burchlar juda ham ko'p. Bulardan ba'zilarini, muhimlarini esga solamiz. Birinchisi soliha ona. Farzand hali dunyoga kelmasdan turib, turmush qurayotganda bo'lajak farzandga yaxshi, taqvodor, dinga muhabbatli ona topish kerak. Chunki soliha ona dinga muhabbatli bo'lsa, farzandlar tarbiyasida juda katta rol o'ynaydi. Keyin farzandga chiroyli ism qo'yish. Agar buni kechroq bilib qolsa, salbiy ism bilmay qo'ygan bo'lsa, buni chiroyli ismga o'zgartirish kerak. Chunki salbiy ismlar insonlarning hayotiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Va yana diniy ilm yo'llash kerak va ustozlarni hurmat qilish o'rgatiladi. Va yana farzandlarga halol rizq bilan ta'minlash kerak. Ularning qiziqishini rioya qilgan holatda shariat ruxsat bergan halol bo'lgan kasb hunarlarga yo'llab qo'yish kerak. Va yana eng katta yaxshiliklardan biri farzandlarga diniy ilmni o'rgatib va farzandlarni bir-biriga muhabbatli qilish ota-onadan qoladigan eng katta meros. Alloh taolo aytadi: "Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi robbihim va zidnahum huda." Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga ularning hol xabarlarini ro'y-rost so'zlamoqdamiz. Dar haqiqat ular Parvardigorlariga iymon keltirgan va biz iymonlarini ziyoda qilgan yigitlardir. Kaf surasidagi yoshlarni Alloh taolo maqtayapti. Maqtabgina qo'ymasdan iymonini yana ham ziyoda qilganini Alloh taolo eslatyapti. Chunki ular o'zini zamonasida
dinlarini kufrdan, shirkdan, bid'at va yana shu kabi xurofotlardan saqlab g'orga bekinishuvdi. Demak, bundan tushuniladi, yoshlar kattalarga nisbatan dinga muhabbat kuchliroq bo'ladi. Xossatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib kelganlarida ham atrofida eng ko'p insonlar bu yoshlar bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelishlari kutilayotgan kundan 3 kun yechilib ketgan. Yosh katta qarilar issiqda charchab uylariga ketishgan. Lekin yoshlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatlar juda ham balandligi uchun ana shunday bir cho'lda issiqda bo'lsa ham uylariga qaytmasdan kutib turishgan. Demak, biz kattalar, ota-onalar rag'bat kuchli, dinga muhabbat kuchli bo'lgan bu yoshlarimiz bularning umrini behuda narsalardan asrashimiz kerak. Telefonmidi, kompyutermidi, ichidagi narsalarni nazorat qilishimiz kerak. Agar nazorat qilinmasa, har xil qon to'kishlar, zo'ravonliklar, zulmlarga o'rgatadi bu narsa. Va yana eng achinarlisi, farzandlar o'zlari bilmagan holatda yahud nasoralarga taqlid qilishga o'rganishadi. Farzandlarimiz atrofidagi do'stlarni nazorat qilib, yomon do'stlardan uzoq qilishimiz kerak. Bu haqida darsimiz oxirida yana aytamiz. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlarini eshitdim. Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hammangiz rahbarsiz va har biringiz qo'l ostidagilar uchun mas'ulsiz. Hadisning davomida var-rajulu ra'in fi ahlihi. Erkak kishi uy bulosi jana baldar uchun javobgarchilikdir. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullu mawludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Har bir tug'ilgan bola islom fitratida, sof tabiatda tug'iladi. Keyin uning ota-onasi uni yahudi qilib tarbiyalaydi yoki nasroniy qilib tarbiyalaydi yoki majusiy qilib tarbiyalaydi. Ota-ona demak farzandlarni islom dinida tarbiyalab va mana shu narsani nazorat qilishi ota-onaning eng katta vazifasi va ularga namuna bo'lib, ota-ona avval o'zlari solih bo'lishi kerak. Alloh taolo yana eslatib aytadi: "Va kana abuhuma soliha." Ularning otasi solih edi. Ya'ni Kaf surasidagi yetim qolgan farzandlarning otasini Alloh taolo maqtayapti. Hatto olamdan o'tib ketsa ham ularga Alloh taoloning rahmatini eslatyapti. Shunday payg'ambar Musa alayhissalom va uning sherigi Xizrni mana shu yetim bolalarni xizmatini qildirib qo'ydi. Qulab tushadigan devorini yana qaytadan tikkalashdi, Alloh ikkisiga buyurdi. Alloh taoloning rahmati shu darajada keng. Biz ota-onalar agar yaxshi solih bo'lsak, o'tib ketganimizdan keyin ham mana shuni sharofati bilan farzandlarimizga Alloh taoloning rahmati borib turadi. Hech qaysi ota-ona farzandim yomon yo'lga kirib ketsin deb yomon niyat qilmaydi. Yomon tarbiya ham bermaydi. Lekin bir savol paydo bo'ladi. Ularga e'tiborsizligimiz sababli yomon yo'llarga eshik ochib qo'ymayapmizmi? Farzandlarimizga hozirmidi yoki bir necha yillar oldin bo'lsa ham Qur'on, hadis o'rgatgan, ya'ni yaxshiliklar o'rgatgan ustozlarga nisbatan sovuq munosabatlar, kerak bo'lsa shu kabi jirkanch ishlar farzandlarimiz yomon yo'llarga kirishiga sabab bo'ladi. Nimaga? Chunki bola kimni hurmat qilishni avvalo uyda o'rganadi. Agar ota-ona farzandini ustozini mensimasa, bola ham ilmni mensimay qo'yadi. Ilmni qadrsizlamagandan keyin qalb yomon gunoh, ma'siyat, fasod ishlarga moyillashib, yomon yo'llarga kirib boradi. Allohga shukr, yurtimizda qancha masjid, madrasalar, bu yerda diniy ta'lim beradigan ustozlarimiz mana shu yurtimizda bor. Lekin afsuslar bo'lsin, shunday otalar bor, bir yilda bir marta farzandining ustoziga uchrash u yoqda tursin, telefon qilish u yoqda tursin, xat yozib farzandining darsini qanday bo'lyapti deb so'rashga yaramaydigan otalar bor. Alloh taolo aytadi, ya'ni Luqman alayhisalom so'zini eslatib aytayapti. Esingizga solingiz, Luqman balasini nasihat qilib bunday dedi: "O balam, Allohga shirk qo'shib qo'ygin. Chindig'inda shirk degan bu cho'ng zulm." Ushbu oyatda olinadigan tarbiyaviy foydalar bor. Ya bunayya, ey o'g'ilcham deb erkalayapti. Farzandi tarbiyasida uni erkalab, unga shirin so'zlar aytish yaxshi samara beradi.
Va yana tarbiya nimadan boshlayapti? Dunyoviy ishlardan, pul topishdan emas, balki aqidasini to'g'ri qilishdan boshlayapti. Shirk keltirma bolajonim deyapti. Shirk xatarini eslatyapti va yana shirkni katta zulmligini eslatyapti. Bu oyatdagi zulm bandani o'ziga o'zi qiladigan zulmdir. Chunki kim Robbisining haqqini poymol qilsa, o'zini ham, qalbini ham eng katta halokatga tashlaydi. Natijada dunyoda ham qalbda halovat yo'qoladi. Baraka ketadi. Ruhiy azobga tushadi shu inson. Oxiratda esa abadiy ziyon, hasrat, nadomatlarga tushadi. Bolaga gunohni tushuntirib va uni yomon oqibatlarini ham bolaga tushuntirish kerak. Nasihatga qaraydigan bo'lsak, ota bolani bir o'ziga aytayapti, hammani oldida uyaltirib emas. Nasihat xuddi shunday bo'ladi. Insonni o'ziga chiroyli hikmat bilan aytiladi. Masjiddamisiz, ko'chadami, jamoat yetdami, bir insonga agar bir tanbeh yo eslatma bermoqchi bo'lsangiz, chekkaroqqa chaqirib, hikmat bilan aytiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinlarda yaxshi amallarga targ'ib qilib, sizlarni eng yaxshilaringlar deb turib, yaxshi sifatlarni eslatgan. Ulardan biri xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu. Sizlardan eng yaxshilaringlar Qur'onni o'rganib, jana boshqalarga o'rgatganlaringlar. Qur'onni o'rganish Alloh taoloning roziligi uchun bo'ladi. Dunyoviy manfaat yoki obro' uchun emas. Va yana tajvid qoidalariga rioya qilib o'qish kerak. Ma'nolarni tushunib, unga amal qilinsa, shu hadisda aytilgan eng yaxshilardan biri bo'ladi inshaalloh. Qur'on qiyomat kuni o'zini sohibiga shafoatchi bo'ladi. Qiyomat kuni hammaning oldida ota-onasiga hamma havas qiladigan nurdan ham ziyoda bo'ladigan bir toj kiydiriladi. Jannatda Qur'on ahliga o'qi va ko'taril. Dunyoda qanday o'qigan bo'lsang shunday o'qi. Sening manziling o'qigan oxirgi oyating darajasidadir deb aytiladi. Alloh taolo siz va bizni barchamizga va zurriyotlarimizga mana shunday oliy ne'matlardan nasib qilsin. Shuning uchun olimlar aytadi, farzandingizga Qur'onni o'rgating, Qur'on esa bolangizga hamma yaxshiliklarni o'rgatadi. Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, olim bo'l yoki ilm o'rganuvchi bo'l, yoki tinglovchi bo'l, yoki ilm ahlini yaxshi ko'ruvchi bo'l, beshinchisi bo'lma, halok bo'lasan. Hasan Basri rahimahulloh aytadi, bu beshinchisidan murod bid'atchi odam. Shu yuqorida aytilgan 4 ta yaxshi sifatni teskarisini qiladi. O'zi bir ahli ilm emas. Ilm o'rganmaydi. Aksincha ilm o'rganayotgan yoshlarni masjiddan bezdiradi. Oldingi jumalarda Ahmadjon domlamiz juda chiroyli eslatib o'tdi. Bitta bolaga 7 ta mahalladagi odam mas'ul. Bu degani o'sha bolaga ozor berib yo domlasiga ozor berib tanbeh beriladi degani emas. Farzandingizni qanaqa mehr bersangiz, ko'chadagi farzandlar musulmonlarning farzandlari chiroyli hikmat bilan tushuntiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Man la yarham la yurham." Kim rahim qilmasa, unga ham rahim qilinmaydi. Bu hadisdan tushunadi, rahim shafqat katta va kichikka juda ham kerak. Xossatan yoshlarga, masjiddagi yoshlarga mehr berishimiz kerak. Ko'chada kompyuterxonada o'ynab, bilyardxonada o'yin o'ynab yurgan yoshlardan ko'ra shu masjiddagi yoshlarning darajasi baland. Agar biz yoshlarga rahim qilmasak, masjiddan bezdirsak, Alloh taoloning rahmatidan biz ham benasib bo'lib qolishdan qo'rqaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, inson vafot etgandan keyin uning amallari to'xtaydi. Yopiladi magaram 3 ta amal bundan mustasno. Bu sadaqa-i jariya va undan foydalanadigan ilm va unga duo qiladigan solih farzand. Darsimiz oxirida yomon do'st haqida eslatib o'tamiz. Bu nafaqat farzandlarimizga, balki o'zimizga ham tegishli. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Kishi do'stining dinidadir. Shunday ekan har biringiz kim bilan do'stlashayotganiga qarasin. Ibrat qilib eslaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda yaxshi ko'rgan amakilari Abu Talib o'lim to'shagida yotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning huzurlariga kirib, "Ey amaki, la ilaha illalloh deb ayting, qiyomat kuni siz uchun shuni hujjat qilayin" dedilar. Ammo u yerda Qurayshning ikkita mushrigi bor edi. Abu Jahl va Abdullah ibn Abu Umayya. Ular shunday deyishardi: "Ey Abu Talib, Abdumuttallibning millatidan yuz o'girasanmi?" Ular shu gapni takror aytishaverdi.
har sayin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymon keltirishga chorlasayu payg'ambarimiz alayhissalom so'zini orqasidan bular ham o'zlarining so'zini takror aytishardi. Natija nima bo'ldi? Amakisining oxirgi so'zi shu bo'ldiki, men Abdumuttallibning millatidanman dedi va iymon keltirmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mehrini qarangki, rahmi kelganini, muhabbatini qarangki, aytdilar: Allohga qasamki, albatta siz uchun Alloh taolodan istig'for aytaman, istig'for so'rayman, modomiki sizga istig'for aytishdan qaytarilmasam dedilar. Alloh taolo oyat nozil qildi: Ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Na payg'ambar va na mu'minlar agar mushriklar qarindoshlari bo'lsa ham ular do'zax egalari ekanligi ma'lum bo'lgach, u mushriklarga mag'firat so'rash joiz emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muhabbatlari ham amakisining hidoyatiga sabab bo'la olmadi. Chunki hidoyat Alloh taolodan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu amakisi juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Hatto biror bir mushrik bitta ozor berishga ham jur'at qila olmagan amakisidan qo'rqishib. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham qattiq g'amga botadi. Alloh taolo shu voqeadan keyin ushbu oyatni nozil qiladi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloh yahdi man yasha va huwa a'lamu bil muhtadin. Ey Muhammad alayhissalom, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan odamlarni to'g'ri yo'lga sola olmaysiz. Biroq Alloh o'zi qo'llagan odamlarni to'g'ri yo'lga soladi. Al to'g'ri yo'l tabuvchilarni eng yaxshi biladi. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, hurmatli kattalar, farzandlarimiz yaxshi ko'rish faqat ularga oziq-ovqat, kiyimlarni ta'minlash bilan iboratdan emas, balki ularning atrofini toza muhit bilan ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Kim bilan do'st bo'lyapti, kimlar bilan yuribdi, shu narsalarni ham nazorat qilishimiz barcha ota-onalarning eng katta mas'uliyati. Alloh taolo farzandlarimizni solihlardan qilsin. Mana shunday yoshlarga mehrini, vaqtini sarflagan ustozlar, mana Nusratulloh domla, Ahmadjon domlalardan Alloh rozi bo'lsin. Nafaqat dars berish, balki yozgi kunda issiq o'tib ketmasin deb oq yaxtalarni kiydirib, ularga mehr berganlariga guvoh bo'lganmiz. Va bularning amalini Alloh taolo qiyomatgacha bardavom qilsin. Robbana g'fir lana va livalidayna va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Robbirhamhuma kama robbawna saghira. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك